Navoiyda shov-shuv bo'lib ochilgan Kosmoparkni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Lekin ichkaridagi to'liq obzorni bilaman, aniq ko'rmagansiz. Shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu joy Gum savdo majmuasining 2-qavatida joylashgan bo'lib, liftdan chiqsangiz ham bo'ladi, zinadan chiqsangiz ham bo'ladi. Bu shunchaki ko'ngilochar markaz emas. Bu yerda hamma narsa bor. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham o'yingohlar alohida qilingan ekan. Bolalar o'yingohi 2 qavatli bo'lib, kichkintoylar uchun xavfsiz va qulay. Pastki qavati kattalar uchun mo'ljallangan bo'lib, 30 yoshgacha bo'lgan insonlar bemalol kirsa bo'ladi. Ushbu markaz Navoiydagi eng kattasi bo'lib, juda ko'plab o'yingohlari bor. Kattalar va bolalar uchishi uchun hattoki zipline ham bor ekan. Mazza qilib uchdik. Yuqori kayfiyat xohlaysizmi? Bunisiga endi aniq mazza qilasiz. Bu yerda karting ham bor ekan. Wow, do'stlar bilan raqobat, hayajon, hammasi shu yerda. Mazza qilib uchib, keyingi manzil tomon yurdik. Bu yerda hattoki Navoiydagi eng yaxshi restoranlardan biri Izmir restorani ham bor ekan. Kosmoparkda nafaqat bolalaringiz, balki o'zingiz ham bolalarcha mazza qilasiz. Sababi bu yerda ham kattalar uchun ham bolalar uchun moslashgan o'yin maydonchasi bor. Bundan tashqari bu yerda mashhur brendlar jamlangan umumiy ovqatlanish zali ham bor. Katta zalda esa o'z-o'ziga xizmat ekan, tez va qulay. Mazza qilib ovqatlanib, keyin yana o'yin kulguni davom ettirsangiz bo'ladi. Mazza qilib o'yin kulgu qilgandan keyin och qolsangiz ham muammo yo'q. Bu yerda mashhur brendlar, Mazazo burgerlari, Food Bistro, kabobchi brendiga tegishli shashliklar, Best Chicken, Han Lagman, Doner King fast foodlari, Dodo Somsa ham bor ekan. Kosmopark ichidagi Cafe Bistro ertalabki soat 8:00 dan ish boshlar ekan. Bu degani siz ertalabki nonushta uchun ham bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Assortimentni bitta ko'ring. Farzandining tug'ilgan kunini qayerda o'tkazishini bilmay yurgan ota-onalar uchun bu ajoyib yechim. Bu yerda ham o'yingoh bor, ham ajoyib bo'lgan Izmir restorani bor. Yangi ochilgan joyga albatta kelib ko'rish kerak. Sizga yoqadi. Bilasiz, biz sizga doim yaxshisini tavsiya qilamiz. Kosmopark oila bilan dam olish uchun eng to'g'ri tanlov. Manzil 9 bozor yonidagi Gum savdo majmuasining 2-qavatida joylashgan. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun quyidagi profil va raqamlarga murojaat qiling. Ushbu videoni oilasi bilan mazza qilib dam olaman deb yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying.